Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Bugungi texnikamiz Volvo 145 bo'ladi. Tojikistonda bu texnikamizga qilib yetkazishlarimiz pavorotnilardan moy qo'yib, sandilarni alishtirib o'tdi. Mana top-toza qilib, cho'tka qilib tozalab qo'ydi. Xudo xolasa moylar oqmaydi. Hop, yana qilib bergan ishlarimiz tormozlar ishlamayotgan ekan. Tormozlarni qilib o'tdi. Hop. Mana tagidan ham tatlar qo'yib yuborgan ekan. Tat sandilarni alishtirib joyiga qo'yib qo'ydi pavorotnilarni. Raspretlardan moy oqizayotgan ekan. Bitta shlankalarni alishtirib o'tdi. Gidravlika, vtulka, xadovi kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqa chiqarasizlar. Xudo xolasa sifatli, garantiyali qilib berishga harakat qilamiz.